Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. 9-may xotira va qadrlash kuni. Bu sana xalqimiz uchun chuqur ma'no va ulkan qadriyatga ega. Chunki xotira o'tmishni unutmaslik, qadrlash va insonni ulug'lash demakdir. Biz bugun yurtimizning tinchligi, xalqimizning osoyishtaligi yo'lida jon fido qilgan ajdodlarimizni chuqur hurmat bilan yod etamiz. Ularning jasorati, matonati va vatanga bo'lgan muhabbati har birimiz uchun ibrat maktabidir. Shuningdek, bugungi kunda oramizda bo'lgan faxriylarimiz, nuroniy otaxon va onaxonlarimizni qadrlash bizning insoniy burchimizdir. Chunki ular hayotiy tajribasida, mehnat va duolari bilan jamiyatimizda katta hissa qo'shib kelmoqda. Xotira bor ekan, millat barhayot. Ajdodlarni e'zozlash, ularga munosib avlod bo'lib yashash har birimizning muqaddas vazifamizdir. Barchangizni xotira va qadrlash kuni bilan samimiy muborakbod etaman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz doimo omon bo'lsin.